Videoni oxirigacha ko'rsanglar million pullar qatiga ketadiganini bilasizlar qizlar. Mana xuddi shu kremlardan foydalansanglar bo'ladi. Или bodom yog'i, sinkovaya maskara bo'ladi. Birinchi bo'lib idishlarni обработка qilib olamiz. Обработка nega kerak? Baribir bu kremni yuzga, intim zonalarga ishlatsa bo'ladi. O'shaning uchun hamma idishlarni обработка qilgan holda ishlatamiz. Mana xuddi shu kremdan 2 choy qoshiq solib oldim. Sostavlarni bemalol o'qib chiqsanglar bo'ladi. Hech qanaqa nojo'ya ta'siri yo'q. Yuz tip tanlamaydi. Или sinkovaya mazza xohlasanglar aptechniysidan olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar kosmetologga ishlatadigan sinkovaya mazzadan ishlatsangiz bo'ladi. Men ozgina qolgani uchun yarmini undan solib oldim. Lekin sostavi, effektlari bir xil bo'ladi. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Aptekarada bor qizlar. Keyin bodom yog'idan 1 choy qoshiq soldim. Hammasini aralashtirib, har kuni toza yuzga bemalol foydalansanglar bo'ladi. Menga obuna bo'lib qo'yib, kuzatishni unutmanglar. Это тебе не нефоров на цветном хуярить, это интеллект, жесть.